Yetarli, ha? İşimizni boshlasak bo'ladi. Kim? Xo'p. Yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli kengash a'zolari. Bugungi Qo'qon davlat universiteti qoshidagi ilmiy kengashimizni kun tartibidagi ikkinchi masalani boshlash uchun, demak, kvorum yetarli. Ilmiy kengash a'zolari 12 nafar, ulardan demak 5 nafarlari Zoomda, 7 nafarlari studiyadan ishtirok etishmoqda. Shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha, ya'ni 13.001 pedagogika nazariyasi, pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisosligi bo'yicha 7 nafar fan doktori qatnashmoqda. Kvorum bor. Ilmiy kengash ishini boshlash uchun kimda qanday takliflar bor? Ochilsin degan takliflar tushyapti. Marhamat, munosabat bildirib qo'yasizlar. Rahmat, bir ovozdan qabul qilindi. Endi ruxsatlaringiz bilan kun tartibi bilan tanishtirib o'tsam, demak, talabgor Usmonova Mohzoda Avazjon qizining global ta'lim muhitida talabalarning muloqot madaniyatini integrativ yondashuvlar asosida rivojlantirish tizimi mavzusidagi 13.001 pedagogika nazariyasi, pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisosligi bo'yicha pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun bajarilgan dissertatsiya ishi himoyasi. Ilmiy rahbar pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dotsent Atakulova Nargiza Alijonovna manimcha ishtirok etyaptilar Zoomdan. Xo'p, rasmiy opponentlar sifatida pedagogika fanlari doktor professor Qo'chqorova Nargiza Mamajonovna studiyada ishtirok etyaptilar. Hamda ikkinchi rasmiy opponentimiz pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD professor, demak, Tuchiyeva Inoyatxon Ibragimovna ishtirok etyaptilar. Xush kelibsiz. Xo'p, ilmiy ish bajarilgan tashkilot Qo'qon davlat universiteti, yetakchi tashkilot sifatida Guliston davlat universiteti belgilangan. Mazkur kun tartibi bo'yicha kimda qanday takliflar bor? Kun tartibini ma'qullash bo'yicha. Marhamat, munosabat bildirib qo'yasizlar. Bir ovozdan qabul qilindi. Endi so'z navbatini ilmiy kotibga bersak, talabgorning shaxsiy hujjatlari bilan tanishtirish uchun so'z ilmiy kotibimiz Hayitov Lazizbek Rustamjon o'g'liga. Marhamat. Assalomu alaykum, yana bir bora hurmatli ustozlar, hurmatli kengash a'zolari, ruxsatingiz bilan tadqiqotchi Usmonova Mohzoda Avazjon qizining ma'lumotlari bilan tanishtirib o'tsam, Usmonova Mohzoda Avazjon qizi 1991-yil 1-yanvarda Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida ziyoli oilada tug'ilgan, millati o'zbek. 2017-2021-yillarda Muqimiy nomidagi Qo'qon davlat pedagogika institutini a'lo baholar bilan tamomlagan. 2021-2023-yillarda Muqimiy nomidagi Qo'qon davlat pedagogika institutini magistranti. 2003-yilda Qo'qon davlat pedagogika instituti tayanch doktoranturasiga qabul qilingan. Uning ilmiy tadqiqotga layoqatligi namoyon bo'lib, 20 dan ortiq maqola hamda kitob qo'llanma nashr ettirgan. Usmonova Mohzoda Avazjon qizi mazkur tadqiqot ishi yuzasidan 2023-yildan boshlab pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent Atakulova Nargiza Alijonovna rahbarligida ilmiy izlanishlar olib bormoqda. O'tgan davr mobaynida Usmonova Mohzoda Avazjon qizining pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dissertatsiyasi mavzusi bo'yicha jami 19 ta ilmiy ish, jumladan O'zbekiston Respublikasi Oliy Assotsiatsiya komissiyasi tomonidan doktorlik dissertatsiyalarida asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun tavsiya etilgan ilmiy nashrlarida 10 ta maqola, shundan 5 ta respublika va 5 ta xorijiy jurnallarda nashr ettirgan. Shuningdek, Usmonova Mohzoda Avazjon qizi 2 ta o'quv qo'llanma nashr ettirgan. Mazkur dissertatsiya ishi 3 ta xalqaro va 4 ta respublika ilmiy amaliy anjumanlarida muhokama qilingan. Global ta'lim muhitida talabalarning muloqot madaniyatini integrativ yondashuvlar asosida rivojlantirish tizimi mavzusidagi 13.001 pedagogika nazariyasi, pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisosligi bo'yicha pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya mavzusi Oliy Assotsiatsiya komissiyasi Bulletin jurnalining 2025-yil 1-sonida e'lon qilingan. Usmonova Mohzoda Avazjon qizi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun barcha malakaviy imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirgan, jumladan mutaxassislik fanidan 86 ball, chet tilidan 93 ball, qo'shimcha imtihon sifatida belgilangan barcha fanlardan 86 ballni qo'lga kiritgan.
Usmonova 2025-yil 14-noyabrda Pedagogika kafedrasining navbatdan tashqari ilmiy seminar muhokamasidan muvaffaqiyatli o'tgan va ushbu tadqiqot ishi ijobiy baholangan. Kafedra bayonnomasi 2025-yil 14-noyabrda Pedagogika kafedrasi dotsenti Yo'ldashev hamda Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dotsent Ismoilova tomonidan imzolangan. Qo'qon davlat universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Po'latov tomonidan tasdiqlangan. Taqrizchilar sifatida belgilangan Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dotsent Rahimova hamda Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dotsent Ismoilova tomonidan tadqiqot ishiga ijobiy xulosa berilgan. Usmonova Mohzoda Avazjon qizi 2025-yil 26-noyabr kuni Qo'qon davlat universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminar muhokamasidan muvaffaqiyatli o'tgan va ushbu tadqiqot ishi ijobiy baholangan. Seminar bayonnomasi 2025-yil 26-noyabrda ilmiy seminar raisi pedagogika fanlari doktori professor Kadirova hamda pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dotsent Usmonaliyevlar tomonidan imzolangan va Qo'qon davlat universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Po'latov tomonidan tasdiqlangan. Taqrizchilar sifatida belgilangan filologiya fanlari doktori professor Jamoliddinova hamda pedagogika fanlari doktori professor Dilovalarning tadqiqot ishiga ijobiy xulosalari berilgan. Qo'qon davlat universiteti huzuridagi ilmiy kengash dissertatsiya ishini himoyaga qabul qilib yuzasidan muhokama qilingan. Muhokamada rasmiy opponent sifatida pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD professor To'ychiyeva hamda pedagogika fanlari bo'yicha pedagogika fanlari doktori professor Qo'chqorovalar hamda yetakchi tashkilot sifatida Guliston davlat universiteti tayinlangan. Himoya haqidagi e'lon 2025-yil 23-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Oliy Assotsiatsiya komissiyasining rasmiy veb-saytida hamda O'zbekiston Milliy axborot agentligi O'zA Postning 2026-yil 12-yanvardagi sahifasida e'lon qilingan. Shuningdek, Ziyonet axborot portaliga va Qo'qon davlat universitetining axborot resurs markazi 33-raqam bilan ro'yxatga olinib, tanishish mumkin. Yetakchi tashkilot sifatida dissertatsiya ishi va avtoreferati Guliston davlat universiteti ilmiy seminarida 13.0001 pedagogika nazariyasi pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisosligi bo'yicha muhokama etilgan. 2026-yil 15-yanvarda 5-sonli bayonnoma bilan rasmiylashtirilgan. Ilmiy seminar bayonnomasi yetakchi tashkilot seminar raisi pedagogika fanlari doktori professor Rahimov va seminar kotibi Zikriyayev tomonidan imzolangan. Guliston davlat universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Eshmurodov tomonidan tasdiqlangan. Qo'qon davlat universiteti huzuridagi ilmiy kengashga himoya uchun tavsiya etilgan. Ma'lumotlar shundan iborat edi, hurmatli ustozlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Talabgorning shaxsiy hujjatlari bo'yicha ilmiy kotibga savollar bo'lsa, marhamat. Savollar, rahmat. Savollar bo'lmasa, so'zni dissertant Usmonova Mohzoda Avazjon qiziga beramiz. Ishning mohiyati, dolzarbligi, asosiy ilmiy natijalar haqida 20 minutgacha sizga muddat berilyapti. Shu davr ichida ishingizni asosiy mazmun mohiyati bilan tanishtirib o'tasiz. Marhamat. Assalomu alaykum ilmiy kengash raisi, ilmiy kengash a'zolari. E'tiboringizga havola qilinayotgan dissertatsiya ishi mavzusi global ta'lim muhitida talabalarni muloqot madaniyatini integrativ yondashuv asosida rivojlantirish tizimi deb nomlandi. Ruxsatingiz bilan taqdimotimni muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovichning so'zlari bilan boshlamoqchiman. Muloqot bu global muammolarni hal qilish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va mamlakat ichida barqarorlikni ta'minlashning muhim vositasidir. Jahonda 2030-yilgacha barqaror rivojlanish maqsadlarida kelajak avlodni ma'naviy barkamol shaxs sifatida samarali muloqotga tayyorlashni dolzarbligi alohida belgilab berildi. UNESCO, UNICEF, DSST, XMT, Save the Children, Plan International xalqaro tashkilotlari tomonidan tayyorlanib borayotgan yoshlarni muloqot madaniyatini rivojlantirish, ularda empatiya, notiqlik mahorati kabi shaxsiy sifatlarni taqozo etmoqda. Dunyo miqyosidagi rivojlangan davlatlarning ilmiy tadqiqot markazlarida yoshlarni samarali muloqotga tayyorlashga doir bir qator ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Jumladan Global Citizenship Education, The Future of Education and Skills 2030, The Competences of Democratic Culture, Intercultural Fluency kabi xalqaro loyihalarda muloqot madaniyatini til kompetensiyasi, emotsional intellekt va madaniy xabardorlik bilan birgalikda rivojlantirishga oid tadqiqotlarda mazkur muammolar o'rganilmoqda. Global ta'lim muhitida talabalarni muloqot madaniyatini integrativ yondashuv asosida rivojlantirish
talabalarni nafaqat shaxsiy va kasbiy kamolotini ta'minlovchi zaruriy shart, balki jahon hamjamiyatida ularni faol va mas'uliyatli ishtirokini kafolati ekanligi nuqtai nazaridan oliy ta'lim muassasalarida muloqot madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan yangi o'quv dasturlari, metodikalar va ta'lim texnologiyalarini ishlab chiqishni taqozo etmoqda. Biz tadqiqotimizni amalga oshirishda mazkur taqdimotda keltirilgan huquqiy me'yoriy hujjatlarga asoslandik. Tadqiqotimizga doir mamlakatimizda va xalqaro miqyosda juda ko'plab olimlar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan. Ularni quyidagi taqdimotimizda ko'rish mumkin. Shunday bo'lsa-da, global ta'lim muhitida talabalarni muloqot madaniyatini integrattiv yondashuv asosida rivojlantirish masalasi alohida tadqiqot sifatida o'rganilmagan. Mazkur tadqiqot ana shu jarayonni pedagogik mohiyatini tadqiq etishga yo'naltirilgan. Tadqiqotning maqsadi talabalarni muloqot madaniyatini integrattiv yondashuvlar asosida rivojlantirish va amaliyotga tatbiq etishga oid ilmiy amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotni obyekti sifatida talabalarni muloqot madaniyatini integrattiv yondashuvlar asosida rivojlantirish jarayoni tanlab olingan bo'lib, tajriba sinov ishlarida Qo'qon davlat universiteti, Toshkent davlat pedagogika universiteti hamda Buxoro davlat universitetining talabalari ishtirok etdi. Tadqiqotning predmeti talabalarni muloqot madaniyatini integrattiv yondashuv asosida rivojlantirish tizimini mazmuni, pedagogik shart-sharoitlari, vositalari tashkil etadi. Tadqiqotning birinchi vazifasi talabalarni muloqot madaniyatini integrattiv yondashuv asosida rivojlantirishni ijtimoiy pedagogik zaruriyatligini ilmiy nazariy, tarixiy, aksiologik tahlillar asosida takomillashtirish etib belgilandi. Tadqiqotning birinchi ilmiy yangiligi talabalarda muloqot madaniyatini rivojlantirishni ijtimoiy pedagogik zaruriyatligini ta'lim transformatsiya muhitida fan sohalari integratsiyalashuv jarayonini diagnostika qilishga oid ko'nikmalarni, qadriyatlarga ta'sir etuvchi milliy tendensiyalarga moslik darajasini ilmiy nazariy, tarixiy, aksiologik tahlillar asosida aniqlashtirildi. Mazkur ilmiy yangilikning amaliy natijasi talabalarni muloqot madaniyatini integrattiv yondashuvlar asosida rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayonni o'ziga xos jihatlaridan pedagogik turkum o'qitish jarayonida foydalanildi. Bugungi kunda muloqot madaniyatini tashkil etish, ta'lim nazariyasi va metodikasi bo'yicha metodik adabiyotlar, maqolalar va ilmiy tadqiqot ishlarida bu muammo bilan shug'ullangan xorijiy va respublikamiz olimlari tomonidan turlicha ta'riflar berilgan. Mazkur tadqiqotimizda ularning ayrimlarini ko'rishingiz mumkin. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda pedagogik psixologik xulosa qilib, mualliflik ta'riflarini ishlab chiqdik. Tadqiqotdagi o'rganishlar natijasida muloqot madaniyati bu shaxsning o'zaro munosabatlar jarayonida ma'naviy, axloqiy, intellektual va hissiy jihatdan shakllanganligini namoyon etuvchi murakkab ko'nikmalar, bilishlar va xatti-harakatlar tizimidir. Bu faqat gapni chiroyli gapirish yoki tilni yaxshi bilish emas, balki quyidagilarni o'z ichiga oladi. Ular til va nutq madaniyati, axloqiy va ma'naviy aspektlar, kognitiv va psixologik aspektlar hamda ijtimoiy va madaniy aspektlar. Yuqoridagi barchasi bizga muloqot madaniyatini shakllantirish muammosi, mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish zarurati bilan chambarchas bog'liqligini, umuminsoniy insonparvarlik, axloqiy qadriyatlarni o'zlashtirish va qo'llash zarurligini ta'kidlash imkonini beradi. Qolaversa, muloqot jarayonida foydalanadigan vositalar, usullar madaniyat mahsuli ekanligini unutmaslik kerak. Oliy ta'lim jarayonida talabalarda muloqot madaniyatini integrattiv yondashuv asosida rivojlantirish jarayoni quyidagi komponentlardan foydalanib amalga oshirildi. Bunda kompetentlilik, kommunikativlilik, madaniyatlararo o'qitish, kontekstli o'qitish, aksiologik, refleksivlik. Bu kompetentlar muloqot madaniyatini murakkabligini to'liqroq qamrab oladi, nazariy bilimlarni amaliy qo'llanilishini kuchaytiradi, talabalarni motivatsiyasini oshiradi, ularni faoliyat bilan ta'minlaydi, turli madaniyatlar aro vaziyatlarga moslashuvchanlikni rivojlantiradi, shaxsni umumiy ma'naviy axloqiy kamolotiga hissa qo'shadi. Tadqiqotni ikkinchi vazifasi ta'lim jarayonida talabalarni muloqot madaniyatini rivojlantirishda pedagogik, psixologik, didaktik tamoyillarga asoslangan innovatsion aksiologik
yondashuvlar integrativ loyiha texnologiyalarini takomillashtirish etib belgilandi. Tadqiqotning ikkinchi ilmiy yangiligi talabalarda integrativ yondashuvlar asosida rivojlantirish mazmuni shaxslar aro ijtimoiy munosabatlarni tarkib topishi uchun xizmat qiluvchi o'z-o'zini adekvat baholashga yo'naltirilgan psixologik hamda didaktik obyektiv mezonlarni aniqlash etib belgilandi. Mazkur ilmiy yangilikning amaliy natijasi talabalarda muloqot madaniyatini integrativ yondashuv asosida rivojlantirishga oid qarashlaridan va tarixiy tajribalardan pedagogik mahorat o'quv qo'llanma mazmuniga singdirildi. Talabalarning muloqot madaniyatini integrativ yondashuv asosida rivojlantirish quyidagi pedagogik, psixologik va didaktik tamoyillariga asoslanadi. Pedagogik tamoyillar individuallashtirish, faollik va o'z-o'zini boshqarish, hamkorlik va jamoaviylik, damoviylik va ishchillik, differensiatsiya, o'z-o'zini rivojlantirishga yo'naltirish. Psixologik tamoyillari motivatsiya va qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy psixologik muhit, emotsional aql. Didaktik tamoyillari o'quv mazmunini integratsiyasi, interaktiv o'quv uslublari, baholovchi mezonlarning shaffofligi. Ularning birgalikdagi qo'llanilishi yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Muhim jihati shundaki, ushbu tamoyillar bir-biri bilan chambarchas bog'liq va bir-birini to'ldiradi. Tadqiqot nuqtai nazaridan integrativ yondashuvni tashkiliy va uslubiy komponenti o'qitish usullarini birlashtirishni o'z ichiga oladi. Faoliyat va amaliy komponenti tanqidiy fikrlash va ijodkorlikni rivojlantirishga, shaxsning shaxsiy ahamiyatli va kasbiy fazilatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan ijodiy vazifalardan foydalanishga yordam beradigan ta'lim shakllarini birlashtirishni o'z ichiga oladi. Resurs tarkibiy qismi o'quv va kognitiv faoliyat uchun zarur bo'lgan resurslarni birlashtiradi. Mazmuni, vositalari, usullari tufayli integrativ maxsus kursni mazmunini belgilaydi. Tadqiqotda talabalarning muloqot madaniyatini rivojlantirishda bir qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Ushbu jarayonda muloqot madaniyatini quyidagi jihatlarga e'tibor qaratildi. Muloqot madaniyati, interaktiv muloqot, muloqot uslublari, madaniyatlar aro muloqot, millatlar aro muloqot kabi bosqichlarni o'zida mujassam etib, har bir shaxs nutqini yaxshilash, uning muloqotga kirishuvchanligini oshirishda tegishli vazifalarni amalga oshirdi. Tadqiqotning uchinchi vazifasi talabalarni interaktiv yondashuv asosida muloqot madaniyatini rivojlantirishni samaradorligini bosqichma-bosqich ta'minlash maqsadiga yo'naltirilgan pedagogik jarayon modeli takomillashtirildi. Tadqiqotning uchinchi ilmiy yangiligi talabalarning muloqot madaniyatini integrativ yondashuv asosida rivojlantirish samaradorligi, ajdodlar merosini o'rganish konsepsiyasiga tayanish, shaxsning moslashuvchanlik, muloqotchanlik, mas'uliyatlilik kabi kompetensiyalarini bosqichma-bosqich rivojlantirish maqsadiga yo'naltirilgan pedagogik jarayon modeli takomillashtirilgan. Mazkur ilmiy yangilikning amaliy natijasi pedagogika turkum fanlari o'qitish jarayonida muloqot madaniyatini shaxslar aro munosabatlari tashkil etishga oid qarashlaridan talabalarning muloqot madaniyatini integrativ yondashuv asosida rivojlantirishda, ularni shaxsiy va kasbiy ijtimoiy sifatlarini ma'naviy rivojlantirishni ta'minlashda pedagogik ritorika o'quv qo'llanma mazmuniga singdirilgan. Talabalarning muloqot madaniyatini integrativ yondashuv asosida rivojlantirish jarayoni obyektiv va subyektiv omillarga asoslanadi. Ushbu omillar mazkur taqdimotimizda keltirilgan. Tadqiqot jarayonida pedagogik ritorika fanidan talaba nutqini ta'sirchanligi, mantiqiyligi va grammatik to'g'riligiga asosiy e'tibor qaratildi. Pedagogik mahorat fanidan esa talabani nonverbal muloqot, pedagogik takt va kiyinish madaniyatini o'sish darajasi baholandi. Mazkur fanlarni o'qitish davomida talabalarda muloqot madaniyatini rivojlantirishda interaktiv treninglar, notiqlik jangi, muzokaralar olami, pedagogik vaziyatlar teatri kabi integrativ usullardan foydalanildi. Integrativ yondashuv orqali talaba nima deyishni biladi va qanday yetkazishni biladi. Tadqiqotda pedagogik mahorat va pedagogik ritorika fanlari o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, biri o'qituvchining umumiy kasbiy san'atini, ikkinchisi esa uning nutqiy ta'sirchanligini o'rgatishga asoslangan bo'lib, ushbu fanlarni o'qitishda talabalarning muloqot madaniyatini integrativ yondashuvlar asosida rivojlantirishda quyidagi pedagogik, psixologik hamda didaktik tamoyillar ustuvorligi aniqlandi.
Ushbu tamoyillar asosida talaba shunchaki gapirishni emas, balki pedagogik maqsadga yo'naltirilgan madaniyatli va ta'sirchan muloqot tizimini o'zlashtiradi. Bunda pedagogik ritorika muloqotning shakli va mazmunini bersa, pedagogik mahorat uni jonli va amaliy ijrosini ta'minlashga xizmat qildi. Tadqiqot doirasida talabalarda muloqotchanlikni rivojlantirish bo'yicha bir qancha usullardan foydalanildi, jumladan rolli o'yinlar, munozaralar va debatlar, guruhli loyihalar, kuzatuvlar, savolnoma va anketalar. Mazkur taqdimotimizda talabalarni muloqot madaniyatini integrativ yondashuv asosida rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim modeli keltirilgan. Mazkur model maqsadli, mazmunli, jarayonli hamda diagnostik bloklardan iborat etib belgilandi. Global ta'lim muhitida talabalarni muloqot madaniyatini rivojlanish darajasini aniqlash mezonlari ishlab chiqildi. Mazkur mezonlarda asosiy sifat ko'rsatkichi talabani o'z faoliyatini nazorat qilishga qaratilgan jarayon bo'lib, bunda o'zini baholash, o'z muloqot faoliyatini tanqidiy baholash, o'z muloqotlarini kuzatish va baholash, kamchiliklarni aniqlash va ularni tuzatish uchun harakat qilish ustuvorlik kasb etdi. Tadqiqotning 4-chi vazifasi talabalarni muloqot madaniyatini integrativ yondashuv asosida rivojlantirish tizimiga yo'naltirilgan ilmiy amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat etib belgilandi. Tadqiqotning 4-chi ilmiy yangiligi integrativ yondashuv asosida talabalarni samarali muloqot qilishga tayyorlash strategiyalarini, kasbiy nutqiy madaniyatga xos faoliyatini tanqidiy baholash, o'z muloqot uslubini takomillashtirishga intilish, hamkorlik va kelishuv motivatsiyalarini rivojlantiruvchi sosio-pedagogik prognozli loyihalar asosida takomillashtirilgan. Mazkur ilmiy yangilikning amaliy natijasi talabalarni muloqot madaniyatini integrativ yondashuv asosida rivojlantirishga qaratilgan Talkut.uz platformasi ishlab chiqilgan. Talabalarda muloqot madaniyatini integrativ yondashuv asosida rivojlantirishga qaratilgan pedagogik faoliyatni samarali tashkil etish uchun biz Talkut.uz platformasini ishga tushirdik. Ushbu platformaning vizual ko'rinishini mazkur taqdimotimizda aks ettirilgan. Talkut.uz bu sof so'zlashish va muloqot madaniyatini yuksaltirishga bag'ishlangan onlayn platforma bo'lib, unda foydalanuvchilar uchun nazariy darslar, amaliy mashqlar va shaxsiy lug'atlar hamda o'z fikrini aniq va ravon madaniyatli tarzda ifoda etish ko'nikmasini shakllantiruvchi vositalar taqdim etildi. Platformaning asosiy maqsadi O'zbekiston madaniyatini rivojlantirish, yosh avlodni ta'lim, ilm, fan va san'at sohalariga yo'naltirish va ularga amaliy ko'nikmalar o'rgatishdan iborat. Mezonlar asosida global ta'lim muhitida talabalarni muloqot madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan amaliy harakat holatini belgilovchi daraja va ko'rsatkichlar belgilandi. Tajriba sinov ishlarini olib borishda tajriba maydonlari sifatida Qo'qon va Buxoro davlat universiteti hamda Toshkent davlat pedagogika universitetining jami 660 nafar talaba respondent sifatida jalb qilindi. Tajriba sinov ishlari 3 bosqichda asoslovchi, shakllantiruvchi hamda yakunlovchi bosqichlardan iborat etib belgilandi. Talabalarni muloqot madaniyatini rivojlanganlik darajasini aniqlashda o'tkazilgan tajriba sinov ishlarida yuqorida ta'kidlangandek jami 660 nafar talabalar qatnashdi. Shunda tajriba guruhida 296 nafar respondent hamda nazorat guruhida 364 nafar respondent ishtirok etdi. Yuqoridagi jadval ko'rsatkichlariga asosan global ta'lim muhitida talabalarni muloqot madaniyatini integrativ yondashuv asosida rivojlanganlik darajasini aniqlash yuzasidan tajriba va nazorat guruhidagi natijalar mazkur diagrammada aks ettirilgan. Talabalarni muloqot madaniyatini rivojlantirishda ta'lim jarayoni subyektlarini kompetensiyasini rivojlanganlik darajasini aniqlashda o'tkazilgan tajriba sinov natijalari bo'yicha tajriba va nazorat guruhlaridagi o'rtacha o'zlashtirishlarning student va personning x² matematika statistika metodi yordamida tahlil qilindi. Olingan ko'rsatkichlar foizlarda hisoblanganda tajriba guruhidagi samaradorlik nazorat guruhiga nisbatan 1,13 marta yoki 13%ga oshishga erishganligi aniqlandi. Global ta'lim muhitida talabalarni muloqot madaniyatini integrativ yondashuv asosida rivojlantirish tizimi mavzusidagi dissertatsiya bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida mazkur taqdimotimizda keltirilgan xulosalarga kelindi.
Ruxsatingiz bilan taklif va tavsiyalar qismiga o'tsam. Tadqiqot natijalari asosida quyidagi ilmiy metodik tavsiyalar ishlab chiqildi. Talabalar faoliyatini doimiy diagnostika tahlil qilib borishda ularni muloqot ko'nikmalarini, shu jumladan og'zaki va yozma muloqot, tinglash, empatiya, nonverbal muloqot va konfliktlarni hal qilish kabi ko'nikmalarni aniqlaydigan kirish testlarini bosqichli o'tkazib borish samarali natijadorlikni ta'minlaydi. Bu test talabalarni individual xususiyatlarini aniqlashga va ularga mos keladigan o'quv trayektoriyasini yaratishga yordam beradi. Kirish testi natijalari va boshqa ma'lumotlar asosida har bir talaba uchun shaxsiy profilni yaratish. Bu profil talabani muloqot ko'nikmalarini, kuchli va kuchsiz tomonlarini, o'rganish uslubini va ehtiyojlarini aks ettirishi kerak. Shaxsiy profilga asoslanib, har bir talaba uchun individual o'quv rejasini yaratish. Bu reja talabani muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan aniq maqsadlar, vazifalar va baholash mezonlarini o'z ichiga olishga e'tibor qaratish shart. Virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanib, rol o'ynash o'yinlarini tashkil etish. Bu talabalarga turli ijtimoiy vaziyatlarni modelировка qilish va ularda muloqot ko'nikmalarini amaliyotda sinab ko'rish imkonini beradi. Onlayn forumlar, chatlar va video konferensiyalardan foydalanib, talabalar o'rtasida muloqotni rivojlantirish va ularning mustaqil ishlash qobiliyatlarini oshirish. Bu platformalar orqali talaba bir-birlari bilan muloqot qilishlari, o'z fikrlarini bildirishlari va tizimli strategik feedbacklar o'tkazish bilim olishni qiziqarliroq bo'lishini ta'minlaydi. Pedagogik mahorat fanini o'qitishda fanlarni integratsiyasiga amal qilish orqali talabalarni muloqot madaniyatiga egalik darajasini rivojlantirish, ta'limning turli sohalarini amaliy faoliyatga bog'lagan holda tashkil etishda o'rganilgan muloqot ko'nikmalarini turli vaziyatlarda qo'llash yuqori muvaffaqiyatga erishishni ta'minlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Mohzoda avazini belgilangan muddatdan oldinroq mana ma'ruzangizni tugatdingiz. Minnatdorchilik bildiramiz. Endi navbatni dissertatsiyani mazmun mohiyati bo'yicha savollarga o'tamiz. Marhamat. Zoomda ishtirok etayotgan kengash a'zolari, studiyadan ishtirok etayotgan kengash a'zolari, marhamat, dissertantga dissertatsiya yuzasidan savollaringiz bo'lsa, marhamat. Kim? Ortiqova. Assalomu alaykum, Muhayoxon. Ortiqova Muhayo Batiraliyevnaga marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi hamda a'zolari. Mana bugun ikkita bir dolzarb mavzudagi dissertatsiya muhokamalarida ishtirok etib turibmiz va har ikkala ana shu dissertantlarni mavzulari bevosita mana shu integrativ yondashuvlar bilan bog'liq ekan va bugungi kunda o'ylaymanki bu o'zi davrni talabi bo'lib turibdi. Endi Mohizoda Avazjon qiziga men ikkita savolim bor edi. Chunki bevosita mavzuni yana shu dolzarbligidan kelib chiqaman. Bugungi kunda ta'lim muhiti, aytaylik raqamli ta'lim muhiti sharoitida kommunikatsiya shakllari ham o'zgarganda. Ya'ni onlayn, gibrid ta'limda virtual muloqot deyapmiz, asinxron muloqot deyapmiz yoki netiket muammo ham muloqot ham yuzaga keldi. Ya'ni internet va raqamli muloqot shakllari. Shu ma'noda birinchi savolim, mana shu mavzuyingiz dolzarbligidan kelib chiqqan holatda mavzuyingizdagi tayanch atamalar bo'lgan muloqot madaniyati va integrativ yondashuvga o'zingizni mualliflik bir ta'riflaringizni keltirib o'tsangiz. Bu birinchi savolim edi. Ikkinchi savolim bevosita mana shu pedagogik fanlarni o'rganishda integrativ yondashuv tamoyillari nimalardan iborat ekan? Ulgurdingizmi? Rahmat. Ulgurdim. Avvalambor assalomu alaykum ustoz. Savolingiz uchun rahmat. Birinchi savolga javobim albatta biz tadqiqotimizni asosini tashkil etuvchi muloqot madaniyati, integrativ yondashuv kabi tushunchalarga mualliflik ta'rifini ishlab chiqqanmiz. Jumladan muloqot madaniyati tushunchasiga shaxsni o'zaro munosabatlar jarayonida ma'naviy, axloqiy, intellektual va hissiy jihatdan shakllanganligini namoyon etuvchi murakkab
ko'nikmalar, bilimlar va xatti-harakatlar tizimidir deb mualliflik ta'rifini ilgari surgan bo'lsak, integrativ yondashuv tushunchasiga pedagogik jarayonni har qanday tarkibiy qismida integratsiya tamoyilini amalga oshirish deb mualliflik ta'rifini berganmiz. Keyingi savolga javobim quyidagicha. Pedagogik fanlarni o'rganishda integrativ yondashuvni asosiy tamoyillariga subyektivlik, madaniyatlilik, ijodkorlik, fuqarolik, vatanparvarlik qadriyatlari, sinergiya, dialogizatsiya kabilarga asoslanilmoqda. Talabalarning muloqot madaniyatini integrativ yondashuv asosida rivojlantirishda quyidagilarga e'tibor qaratildi va bu avtoreferatimizni 13-betidagi 2-rasmda berib o'tganmiz. Va bunda tashkiliy va uslubiy komponent o'qitish usullarini birlashtirishni o'z ichiga oladi. Faoliyat va amaliy komponent tanqidiy fikrlash va ijodkorlikni rivojlantirishga shaxsning shaxsiy ahamiyatli va kasbiy fazilatlarini shakllantirishga hissa qo'shadigan ijodiy vazifalardan foydalanishga yordam beradigan ta'lim shakllarini birlashtirishni o'z ichiga oladi. Resurs tarkibiy qismi o'quv va kognitiv faoliyat uchun zarur bo'lgan resurslarni birlashtirishni, mazmuni, vositalari, usullari tufayli integrativ maxsus kursni mazmunini belgilaydi. Javoblar qoniqarlimi, Muhoyxon Botir Aliyevna? Javoblar qoniqarli, rahmat. Rahmat sizga ham. Marhamat, professor Hakimjon Ikromovich, marhamat. Kengash raisi, kengash a'zolari, mana bugun ikkinchi dissertatsiyamizni ham mana eshitdik. Dissertantimizni juda dolzarb mavzuga bag'ishlangan dissertatsiya bilan tanishdik. Shunda ba'zi savollar tug'ilyapti. Mana 4-yangiligingizda integrativ yondashuv asosida talabalarni samarali muloqot qilishga tayyorlash strategiyalari, kasbiy nutqiy madaniyatga xos faoliyatni tanqidiy baholash, o'z muloqot uslubini takomillashtirishga intilish, hamkorlik va kelishuv motivatsiyalarini rivojlantiruvchi sotsiopedagogik prognozli loyihalar Talket.uz platformasida ishlash asosida takomillashtirilgan deyilyapti. Bu yerda qiziqtiradigan biz uchun savol, Talket.uz platformasi foydalanuvchilar uchun qanday o'ziga xos nazariy jihatlarga tayanadi? Birinchi savol. Platforma foydalanuvchilar uchun qanday o'ziga xos nazariy jihatlarga tayanadi? Yozib oldingizmi? Ikkinchi savolim, mana shu platforma, ya'ni Talket.uz platformasi innovatsionligi nimalarda iborat? Rahmat, oldindan javobingiz uchun. Savolingiz uchun rahmat, ustoz. Talket.uz platformasidan foydalanuvchilar uchun biz bir qancha o'ziga xos nazariy jihatlarga e'tibor qaratganmiz. Misol uchun, modulli tuzilishni kiritdik. Bunda har bir modul muloqotni ma'lum bir jihatiga bag'ishlangan bo'lib, integrativ yondashuvni amalga oshirishga yordam beradi. Yana interaktivlik va gamifikatsiya bu o'quv jarayonini faollashtirish, talabalarni motivatsiyasini oshirish uchun o'yin elementlaridan foydalanish, viktorinalardan va boshqa interaktiv usullardan foydalanish. Bu ijtimoiy kognitiv nazariyalarni o'rganish va tatbiq etish tamoyillarini mustahkamlaydi. Yana mashqlar va case study'lar bu real hayotiy vaziyatlarga asoslangan mashqlar orqali talabalar o'z nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Yani qayta aloqa mexanizmlari platformadagi talabalarga doimiy ravishda feedback olish imkoniyatini beradi. Bu esa ularni muloqotdagi kamchiliklarni aniqlash va bartaraf etishga yordam beradi. Shaxsiy rivojlanish rejasi orqali talabalar muloqotdagi o'zlarini kuchli va zaif tomonlarini aniqlashtirib, o'zlari uchun individual reja tuzish imkoniyatiga ega bo'lishadi.
Demak, natijalar shuni ko'rsatadiki, Talkit.uz platformasi talabalarda muloqot madaniyatini rivojlantirishda ilmiy jihatdan asoslangan va ko'p qirrali kompleks yondashuvni taqdim etadi. U turli nazariy bilimlarni birlashtirib, talabalarga nafaqat nazariy, balki amaliy hamda zamonaviy dunyoda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan muloqot strategiyalarini ham beradi. Javoblar qoniqarlimi, Hakimjon Ikromovich? Ikkinchi savol. Ikkinchi savolga ham javob bersin. Keyingi savolga Mm, javobimiz quyidagicha. Talkit.uz platformasi quyidagilarda namoyon bo'ldi. Bular modullik va rollar tizimi. Bunda foydalanuvchilar va administratorlarning rollari aniq belgilab berilgan bo'lib, administratorlar tomonidan resurslarni yangilash va foydalanuvchilarni kuzatish imkoniyati yaratib berilgan. Ta'limiy bo'limlarning integratsiyasida platforma tarkibida maxsus darsliklar, interaktiv kurslar va testlar va amaliy topshiriqlar bo'limlari mavjud bo'lib, ular foydalanuvchilarni so'z so'zlashish ko'nikmalarini bosqichma-bosqich rivojlanishiga xizmat qiladi. Baholash va sertifikatlash tizimida foydalanuvchilar o'zlashtirish darajalari avtomatik ravishda baholanadi va muvaffaqiyatli yakunlaganlar uchun elektron sertifikatlar taqdim etiladi. Bu esa talabalarni o'z ustida ishlash motivatsiyasini oshiradi. Ushbu yangilik shuni ko'rsatadiki, platforma so'z so'zlashish va muloqot madaniyatini rivojlantirishda integrallashgan tizimli yondashuvni taklif etadi. Javoblar qoniqarlimi, Hakimjon Ikromovich? Informatikka o'xshab javob berdingiz, yashang. Xo'p, rahmat. Endi savol berish navbatini professor Sayora Amidiyevnaga, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais. Assalomu alaykum, hurmatli kengash a'zolari. Dissertantimizga ikkita savolim bor. Birinchisi, avtoreferatingizni 11-betida muloqot madaniyati faqat gapni chiroyli qilib gapirish yoki tilni yaxshi bilish bilangina cheklab qolinmaydi. Balki bir necha jihatlarni o'z ichiga olishi to'g'risi fikrlar berilyapti. Shularni batafsil yoritib bersangiz. Ikkinchi savolim, talabalarda interaktiv yondashuv asosida muloqot madaniyatini rivojlantirish qanday afzalliklarini beradi? Rahmat. Savolingiz uchun rahmat, ustoz. Darhaqiqat, muloqot madaniyati chiroyli gapirish yoki tilni yaxshi bilish bilan chegaralanib qolmaydi. Bunda biz til va nutq madaniyatiga, axloqiy va ma'naviy aspektlarga, kognitiv va psixologik aspektlarga, shuningdek ijtimoiy va madaniy aspektlarga e'tibor qaratishimiz lozim. Bundan til va nutq madaniyati bu savodli va to'g'ri so'zlash, lug'at boyligi, so'zlashuv uslubi, tashqi ko'rinish va ovoz ijrosiga e'tibor qaratish. Axloqiy va ma'naviy aspektlarga esa o'zaro hurmat, kamtarinlik va samimiylik, xushmuomalalik va halollik, axloqiy tamoyillarga sodiqlik bilan yondashish. Kognitiv va psixologik aspektlarga esa tinglash madaniyati, tanqidiy fikrlash, konstruktiv tanqidga rioya qilish. Shuningdek, ijtimoiy va madaniy aspektlarga vaziyatni hisobga olish, madaniyatlar aro muloqot hamda nonverbal muloqotni kabilar shular jumlasidan. Keyingi savolga javobimiz quyidagicha. Talabalarda integrativ yondashuv asosida muloqot madaniyatini rivojlantirish afzalliklari quyidagilarda o'z aksini topdi. Muloqot madaniyatini to'liqroq qamrab oladi, nazariy bilimlarni amaliy qo'llashga yordam beradi, talabalarni motivatsiyasini oshiradi va ularni faolligini ta'minlaydi, turli madaniyatlar aro vaziyatlarga moslashuvchanligini oshiradi, shaxsni umumiy ma'naviy axloqiy kamolotiga hissa qo'shadi. Demak, muloqot madaniyatini integrativ yondashuv asosida rivojlantirish jarayoni uni yaxlit, tizimli va ko'p qirrali hodisa sifatida o'rganish va o'rgatishning eng samarali usullarini, turli ilmiy maktablarni eng yaxshi yutuqlarni birlashtirgan holda oliy ta'lim muassasalarida
talabalarni zamonaviy dunyoda muvaffaqiyatli muloqotga tayyorlash uchun xizmat qiladi. Javoblar qoniqarli. Qoniqarli, rahmat. Rahmat. Endi savol berish navbati professor Nurbek Sa'dullayevichga. Marhamat. Xo'p, assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, kengash a'zolari. Demak, mana hozir Mohizada tomonidan tayyorlangan ilmiy tadqiqot ishini batafsil eshitdik. Men o'ylaymanki, bugungi tanlangan mavzu juda ham dolzarb, chunki ijtimoiy pedagogika, ijtimoiy psixologiyani asosiy muammolari muloqot bilan bevosita bog'liq va asosan shu muloqot bilan ta'riflanadi. Hozir mana so'nggi paytda mana shu dissertatsiyada mana juda ko'p menga ma'qul bo'lgan tomonlarda mana eng psixologiyada shu xorij olimlarida mana Vygotsky, Ganabolin, Markovalar tomonidan muloqot bo'yicha juda ham ko'p ishlar olib borganda mana oxirgi eksperimentlar shuni ko'rsatyaptiki, masalan muloqotda masalan ilgari ota-onalar oilada farzand bilan 21 minut gaplashgan bo'lsa, mana so'nggi paytda virtual olamda ko'payib ketgan 9 minut gaplashyapti. 9 minutda ham uni ham 7 minutda unga tegma, bunga tegma, uni qo'y, buni qo'y degan narsalar bilan o'tyapti ekan-da. Ya'ni muloqot yetishmayapti. Aynan ta'lim muhitida mana shu muloqot madaniyatining yetishmasligi bugun aynan ko'p o'sha konfliktlarga sababchi bo'layotgan omillardan biri deb aytishimiz mumkin. Menda bitta savol tug'ilyapti. Muloqot madaniyati deganda muloqot madaniyatini o'zi shakllari, usullari, bosqichlari, masofalari bor. Muloqot madaniyatining elementlariga to'xtalib o'tsangiz, birinchisi. Ikkinchi savolim, mana asosan insondagi muloqot madaniyatini ko'rsatib beruvchi ikkita aspekt bor. Bu til va nutq. Masalan, mana yuqorida Lasxon tomonidan siz o'sha tarjima holingizda aytilganda xorijiy filologiyani yo'nalishini bitirgansiz. Masalan, til aspektida masalan siz bilan muloqot qilayotgan odam masalan o'zbek tilida gaplashayotganda har xil masalan inglizcha, rus tilida so'zlarni gapirish, qo'shib gapirishi ta'sir etadi insonga yoki nutqda o'sha nima deydi, intonatsiyasi, ohangi, boshqalari baribir insonni muloqot madaniyatiga ta'sir etadi. Shuning uchun men sizdan so'ramoqchi edim, shu aynan shu sohaning mutaxassis sifatida til va nutq madaniyatiga ta'rif berib o'tsangiz. Rahmat. Savolingiz uchun rahmat, ustoz. Muloqot madaniyati elementlariga til va nutq madaniyati, bunga to'g'ri so'zlash, to'g'ri va aniq gapirish, tilni normalariga rioya etish, bunda intonatsiya, temp ham muhim ahamiyatga ega. Nomaqbul so'zlardan qochish ham muloqotni muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Nonverbal muloqot bu gap so'zsiz aloqa vositalari, bunga ko'z aloqalari, yuz ifodalari, proksimika, gestikulatsiya kabilar. Nonverbal muloqot ko'pincha so'zlardan ham ko'proq ma'lumot yetkazishi mumkin. Uning ma'nosi madaniyatga bog'liq ekanligini unutmaslik kerak. Keyingi eshitish va tinglash madaniyati bu diqqat bilan tinglash, raqibni fikrini tushunishga harakat qilish, o'z fikrini bildirishdan oldin boshqalarning fikrini eshitishni anglatadi. Muloqot etiketi bu muloqot jarayonidagi rasmiyatlar, odob, axloq normalari va hurmat qoidalarini o'z ichiga oladi. Bunga salomlashish, xayrlashish, murojaat qilish kabilar kiradi. Konfliktlarni hal qilish madaniyati bu konfliktlarni konstruktiv tarzda hal qilishni anglatadi, kompromissga tayyor bo'lishni o'z ichiga oladi. Muloqot madaniyatini kontekstiga muloqot madaniyati ma'lum bir millat yoki jamiyatni madaniy qimmatliklari, urf-odatlari va an'analari bilan bevosita bog'liq. Ustoz o'zingiz ta'kidlab o'tgandek, o'sha tilga ham, o'sha insonlarning ijtimoiy madaniyatiga ham bevosita bog'liq bo'lib, bir madaniyatda qabul qilingan, maqbul bo'lgan muloqot uslubi boshqa madaniyatda nomaqbul hisoblanishi ham mumkin va ushbu muloqot elementlari ta'lim jarayonida o'zaro bir-biriga bog'liq holda shaxsdagi muloqotchanlikni oshirishga va jarayon sifatini yana ham yaxshilashga xizmat qiladi. Keyingi savolingizga javobimiz quyidagicha: til va nutq madaniyati.
Til va nutq madaniyati bu insonlarni tilni ijtimoiy madaniy jihatlarini tushungan holda bir-birlari bilan o'zaro muloqot qilish jarayonida tildan to'g'ri va samarali foydalanish qobiliyatidir. Ushbu jarayon o'z ichiga quyidagilarni oladi: tilning to'g'riligi, ya'ni grammatik qoidalariga rioya qilish, nutq boyligi, so'z boyligini ko'paytirish, nutqni aniqligi, aniq va ravon o'z fikrlarini ifoda etish hamda tinglash madaniyati. Bu diqqat bilan tinglash, suhbatdoshni fikrini tushunishga harakat qilish va o'z vaqtida tegishli javob qaytarish. Javoblar qoniqarlimi, Nurbek Sa'dullayevich? Rahmat. Yana savollar kimda bor? Marhamat. Savol. Marhamat. Barnoxon Abdurahmonova, marhamat. O'ta muloqot madaniyatiga e'tibor qiladigan qiz ekan. Ha, u juda e'tibor qiladigan qiz ekan. Mavzu juda mos tushgan ekan degan xulosaga keldim. Mana shu avtoreferatingizni o'qib turib qizim bir ikkita nimalar paydo bo'ldida. Masalan, hali birinchi nimada ham aytib o'tdilar ustozlar. Albatta bu metodika yo'nalishida, ta'lim tarbiya nazariyasi yo'nalishida ilmiy tadqiqot olib boradigan dissertantlar uchun tajriba sinovlar juda muhim sanaladi va mana shunda o'zimiz istaymizmi, istamaymizmi, albatta matematik statistik tahlilga murojaat qilinadi. Siz mana shunda student hamda Pearson mezonlariga amal foydalanganmiz degan fikrni keltirgansizda, mana shu mezonlarni siz ishingizga qanchalik ilmiy ahamiyati bor? Birinchi savolimiz mana shunda. Ikkinchi savol, juda chiroyli bir fikrda aytdingiz, buni taqdimotingizda ham ko'rdik. Mana shu jinday ochilmay qoldi. Pedagogik mahorat darslari bilan pedagogik ritorika darslarini berish jarayonida buni integratsiyasini amalga oshirishimizda talabalarning muloqot madaniyatini rivojlanishiga qanday samarali ta'siri bor? Mana shuni bir sal oydinlik kiritib bersangiz yaxshi bo'lardi. Rahmat. Birinchi savol ustoz qaytarib yubora olasiz? Birinchi savol. Birinchi matematik statistik tahlilda student hamda Pearson mezonlariga tayanganmiz degansiz-ku. Statistik tahlillaringizda. Mana shuni siz ishingizga qanday amaliy ahamiyati bor? Tushunarli, rahmat. Savolingiz uchun rahmat ustoz. Albatta biz tomonimizdan statistik tahlil uchun aynan shu metodlarni tanlanganligi ahamiyati shundaki, bunda nazariy va kuzatilgan ma'lumotlar o'rtasidagi farqni aniqlash, statistik jihatdan bog'liqlikni tekshirish, populyatsiyalar orasidagi farqni baholash, kichik tanlamalarda ham ishlash, variatsiya kichik bo'lganda ham ishonchli xulosa chiqarish hamda o'zgaruvchilar orasidagi bog'liqlikni aniqlash imkonini beradi. Shuning uchun ham mazkur metodlar tanlandi. Keyingi savolingizga javobimiz quyidagicha. Pedagogik mahorat o'qituvchini kasbiy faoliyatini samarali tashkil etish, talaba bilan munosabatlar o'rnatish, ta'lim tarbiya jarayonini boshqarish ko'nikmalarini shakllantiradi. Pedagogik ritorika esa muloqot madaniyati, o'qituvchini nutqi va ta'sirchan ishontiruvchi nutq so'zlashish qobiliyatini rivojlantiradi. Ushbu fanlar integrallashganda o'qituvchi nutqini mohirona, tushunarli va ravon yetkazib bera oladi. Ya'ni pedagogik ritorika pedagogik mahoratni asosiy tarkibiy qismi bo'lib, o'qituvchini professional kompetensiyasini yanada rivojlantiradi. Yaxshi. Javoblar qoniqarlimi, Barnoxon Muhammadjonova? Marhamat, savol berish navbati Qurbonov Jasurbek Akmaljonovichga. Marhamat. Bergan savollarimga bitta savol agar tadqiqot mavzusida global ta'lim
yondashuvlar asosida rivojlantirish tizimi deb nomlagansizda, mana shu mavzudan kelib chiqib, o'zingizni shaxsiy fikringiz, global ta'lim muhiti, muloqot madaniyati va integrativ yondashuvlarga alohida shaxsiy fikringizni aytib o'tsangiz. Rahmat, oldindan javob uchun. Savolingiz uchun rahmat ustoz. Globallashuv sharoitida talabalar jahon miqyosidagi raqobatga tayyor bo'lishlari kerak. Samarali muloqot qobiliyati esa bu raqobatda muvaffaqiyatga erishish uchun muhim omil hisoblanadi. Talabalar turli madaniyat vakillari bilan muloqot qilish, fikr almashish va hamkorlik qilish qobiliyatlariga ega bo'lishlari zarur. Demak, globallashuv turli madaniyat vakillari o'rtasidagi muloqotni kuchaytirdi. Talabalar turli madaniyatlarni o'ziga xos jihatlarini tushunish va o'rganish va ularga hurmat bilan munosabatda bo'lishlari kerak. Bu esa ularni intellektual va shaxsiy rivojlanishlari uchun ijobiy ta'sir qiladi. Globallashuv axborot jamiyatni rivojlanishiga ham olib keldi. Talabalar turli axborot oqimlarini tahlil qilish, ularni samarali tarzda qayta ishlash qobiliyatiga ega bo'lishlari kerak. Bu esa ularda qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Globallashuv innovatsiyalar va texnologiyalarni ham rivojlanishiga olib keldi. Bunda talabalar yangi texnologiyalarni o'rganish va ulardan foydalanish qobiliyatiga ega bo'lishlari kerak. Bu esa ularda raqobatbardoshlikni rivojlantiradi. Muloqot madaniyati bu odamlarni hurmat qilish, xayrixohlik, samimiylik, bag'rikenglik kabi xarakter xususiyatlarini mavjudligini nazarda tutadi. Muloqot madaniyati xushmuomalalik kabi xususiyatlarni rivojlantirishni ham o'z ichiga oladi. Xushmuomalalik bu xarakterlik xususiyat, uning asosiy mazmunini insoniy muloqotni turli vaziyatlarida muayyan xatti-harakatlar qoidalariga, odob axloq qoidalariga rioya qilishdir. Yoshlarni ong tasavvurini o'rab turgan dunyo haqida atroflicha keng ma'lumot berishda, ularni o'z bilimlarini amaliyotda tatbiq etishda integrativ yondashuv bilimlarni tub mohiyatini keng qamrab olgan holda yoshlarga olamni bir butunlikda tasavvur qilish imkoniyatini beradi. Integrativ yondashuv bu pedagogik jarayonni har qanday tarkibiy qismida integratsiya tamoyilini amalga oshirishni anglatadi. Pedagogik jarayonni yaxlitligi va izchilligini ta'minlaydi. Integrativ yondashuv bu zamonaviy dunyo talablariga javob beradigan format. U bilimlarni amaliy qo'llashga qaratilgan bo'lib, bir mavzuni muammosini boshqasini vositalari orqali yechishga harakat qiladi. Har bir o'quvchi boshqalar bilan qanday munosabatda bo'lishni o'rganadi, olam haqida yaxlit bilim tizimiga ega bo'ladi. Globallashuv sharoitida talabalarning muloqot madaniyatini rivojlantirish nafaqat ularni shaxsiy muvaffaqiyatiga, balki jamiyatni rivojlanishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Integrativ yondashuv esa bu jarayonning samaradorligini oshiradi va talabalarni zamonaviy dunyoda muvaffaqiyatli muloqot qilishga tayyorlaydi. Javoblar qoniqarlimi? Qoniqarli bo'ldi. Rahmat. Qoniqarli. Xo'p. Jami 11 ta savol berildi. Yetarli savol berish, yetarli degan nimalar tushyapti? Takliflar, marhamat, savol berishni to'xtatamiz degan taklifga munosabat bildirib qo'yamiz. Rahmat, rahmat, bir ovozdan qabul qilindi. Endi so'z navbatini ilmiy kotib Lazizbek Hayitovga beramiz. Dissertatsiya avtoreferatiga hamda yetakchi tashkilot bildirgan mulohazali fikrlarni o'qib berish uchun marhamat. Yetakchi tashkilot hamda avtoreferatga keltirilgan tahdidlar bilan tanishtirib o'taman, hurmatli ustozlar. Yetakchi tashkilot sifatida dissertatsiya va avtoreferati Guliston davlat universiteti pedagogika va psixologiya fakultetining 2026-yil 15-yanvardagi 5-sonli ilmiy seminarida muhokama etilgan. Talabgorga ushbu ilmiy izlanishlardagi erishgan yutuqlari bilan bir qatorda dissertatsiya va avtoreferat bilan tanishish jarayonidagi mulohazali fikrlari keltirilgan. Birinchi
Dissertatsiya matnida keltirilgan ba'zi jadvallarni rasmiylashtirishda kamchiliklar uchraydi. Mazkur jadvallar tegishli tartibda rasmiylashtirilganda maqsadga muvofiq bo'lar edi. Ikkinchi, so'nggi yillarda yaratilgan ilmiy ishlarni yanada ko'proq tahlilga tortilsa, ishning qiymati yanada ortgan bo'lar edi. Uchinchi, fikrimizcha dissertatsiyada keltirilgan atamalar izohini dissertatsiya ilovasida lug'at shaklida shakllantirib keltirib o'tirilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Ammo bu kamchiliklar dissertatsiyani asosiy nazariy va amaliy natijalariga salbiy ta'sir etmaydi, balki ilmiy boyitishga xizmat qiladi deb xulosa berilgan. Endi avtoreferatga kelgan taqdizlar bilan tanishtirib o'tsam, birinchi, Abay nomidagi Qozog'iston pedagogika universiteti professori, pedagogika fanlar doktori Absatova tomonidan taqriz ijobiy. Ikkinchi, Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti pedagogika va psixologiya kafedrasi mudiri, pedagogika fanlar doktori professor Ergasheva tomonidan taqriz ijobiy. Uchinchi, Buxoro davlat pedagogika instituti professori, pedagogika fanlar doktori Akramova tomonidan taqriz ijobiy. To'rtinchi, Buxoro davlat texnika universiteti professori, pedagogika fanlar doktori Samiyeva tomonidan taqriz ijobiy. Beshinchi, O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti professori, pedagogika fanlar doktori Abdullayeva tomonidan taqriz ijobiy. Namangan davlat pedagogika instituti professori, pedagogika fanlar doktori Fazilova tomonidan taqriz ijobiy. Plexanov nomidagi Rossiya ekonomika universiteti dotsenti, pedagogika fanlar doktori Fomnik tomonidan taqriz ijobiy. Sakkizinchi, Qarshi davlat universiteti professori, pedagogika fanlar doktori Oripova tomonidan ikkita tavsiyaviy kamchiliklar ko'rsatilgan. Birinchisi, tadqiqotning natijalarini ilmiy va amaliy ahamiyatini kengroq yoritish zarurati mavjud. Tadqiqotning pedagogik tajriba sinovlari ishlarida global ta'lim muhitida talabalarning muloqot madaniyatini integrativ yondashuv asosida rivojlantirish tizimi baholash mezonlari keltirilgan, lekin ushbu mezonlarga xos bo'lgan ko'rsatkichlar yetarlicha yoritib berilmagan. To'qqizinchi, Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti dotsenti Rizayeva tomonidan quyidagi mulohazalar berilgan. Muloqot sohasidagi yangi tendensiya va texnologiyalar asosida platformaning mazmunini va funksiyalarini doimiy yangilab turish zarur. Nazariy materiallar bilan bir qatorda amaliy mashqlar va real hayotiy vaziyatlarga asoslangan tadqiqotlarni ko'paytirish tavsiya etiladi. Platformadan samarali foydalanish uchun o'qituvchilarga ham tegishli treninglar o'tkazish muhim ahamiyatga ega deya ijobiy taqrizlarda o'zlarini keltirganlar. Ma'lumotlar shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat, Lazizbek Hayitov. Endi so'z navbatini yana dissertantga beramiz. Marhamat. Yetakchi tashkilot bildirgan mulohazali fikrlar va avtoreferatlarga bo'lgan javoblarga bergan munosabatingiz. Bizga yetakchi tashkilot sifatida tayinlangan Guliston davlat universiteti jamoasiga dissertatsiya ishimizni sinchiklab o'rganib chiqib, o'zlarini ijobiy xulosalarini berganliklari uchun o'zimizni samimiy minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Yetakchi tashkilotimizni ko'rsatgan ayrim taklif va kamchiliklariga javobimiz quyidagicha. Birinchi va ikkinchi bob xulosalarini yanada takomillashtirish zarur deyilgan. Biz birinchi va ikkinchi bob xulosalarini paragraflar mazmunidan kelib chiqib shakllantirganmiz. Paragraflarimiz talabalarning muloqot madaniyatini integrativ yondashuvlar asosida rivojlantirishni ijtimoiy pedagogik zaruriyati ekanligi, shu yo'nalishdagi ilmiy tahlil va tajribalar bunday shaxsda muloqot madaniyatini integrativ yondashuvlar asosida rivojlantirish sohasidagi tarixiy pedagogik ildizlari hamda pedagogik psixologik didaktik tamoyillari ushbu jarayonni mazmunni bosqichlari modeli bag'ishlangan. Demak, bunda mazmundagi ilmiy fikrlarni yanada kengroq va ko'proq hajmda xulosalash mumkinligini, bu esa Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiya va avtoreferatlar hajmiga qo'yilgan talablariga zid kelishni inobatga oldik. Dissertatsiyaning ba'zi joylarida takrorlanish, stilistik kamchiliklar ham ko'zga tashlanadi deyilgan. Ushbu kamchilikni qabul qilamiz. Keyingi monografik ishlarimizda takrorlanish va stilistik kamchiliklarni inobatga olamiz. Adabiyotlarni yanada texnik jihatdan ko'rib chiqish zarur deyilgan. Biz adabiyotlarni rasmiylashtirishda Oliy attestatsiya komissiyasini talablari bo'yicha rasmiylashtirishga harakat qilganmiz. Ayrim bo'limlarda nazariy tafsilotlarni qisqartirilsa, ilmiy izchillik yanada oshadi degan mulohazaga quyidagicha javob beramiz. Dissertatsiyadagi nazariy tafsilotlarni ishda
keltirilgan ilmiy mulohazalarni izohlash, asosiy ilmiy g'oya va xulosalarni mustahkamlash uchun xizmat qiladi deb hisobladik. Shu bilan birga tadqiqotni ilmiy yangiligi, nazariy ahamiyati va metodologik asoslarini yoritishdagi izchilligi, tuzilmaviy yaxlitligi va o'qish uchun qulayligini yanada oshirishni e'tiborga olgan holda o'z o'rnida qoldirishni lozim topdik. Dissertatsiyada keltirilgan atamalar izohini dissertatsiya ilovasida lug'at shaklida keltirib o'tilsa maqsadga muvofiq deb hisoblayman deyilgan. Biz ushbu taklifni kelgusi monografik ishlarimizda inobatga olamiz. Rahmat. Mana avtoreferat hamda yetakchi tashkilotni bergan xulosasiga dissertantimiz javoblarni berdilar. Rahmat, siz joyingizni egallashingiz mumkin. Endi so'z navbatini dissertantning ilmiy rahbari, demak pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori dotsent Ataqulova Nargiza Alijonovnaga beramiz. Marhamat, Nargizaxon. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, eshitilyaptimi? Eshitilyapti, gapiravering. Yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi hamda a'zolari. Avvalambor Qo'qon davlat universitetida ilmiy kengashga muvaffaqiyatlar tilayman. Hamkorligimiz davomiy bo'lsin. Ustozlar tomonidan bergan taklif va mulohazalarni albatta inobatga olamiz va kelgusi ilmiy faoliyatimizda dasturul amal bo'lib xizmat qiladi. Xudo xolasa, men xulosamni yozma ravishda ilmiy kengashga topshirganman. Shu bilan chegaralanaman. Yana bir bor rahmat ustozlar sizlarga. Sizga ham rahmat. Mana shunaqa shogirdlarni ko'plab chiqarishingizga tilakdoshmiz. Ijobiy xulosa berganlar. Qabul qildik xulosalaringizni, fikringizni. Xo'p, rahmat. Endi so'z navbatini demak rasmiy muhokamalarga o'tamiz. So'z navbatini birinchi rasmiy opponentimiz demak pedagogika fanlari doktori professor Qo'chqorova Nargiza Mamajonovnaga beramiz. Kuzatib turishibdi. Assalomu alaykum. Ilmiy kengash rais hamda a'zolari yana bir bor. Xo'p. Dissertatsiya va avtoreferatni o'qish jarayonida muhim jihatlarga to'xtalib o'tmoqchiman. Vaqtni hisobga olib, men 8 betdan iborat rasmiy opponent sifatida taqrizni berib o'tganman. Dissertantni mavzusidagi global ta'lim muhitida talabalarni muloqot madaniyatini integrativ yondashuvlar asosida rivojlantirish tizimi mavzusidagi hozir domla ta'kidlab o'tganidek asosiy 3 ta kategoriya bor bu mavzuda. Birinchisi global ta'lim muhiti, ikkinchisi muloqot madaniyati, uchinchisi integrativ yondashuv. Bu uchala kategoriya ham hozirgi davrda ham va kelgusida ham o'z dolzarbligini yo'qotmaydi. Sababi mana shu kategoriyalarni semantik tahlilini qilib ko'rsak yoki bu kategoriyalarga doir g'arb va sharq olimlarini pedagogik, psixologik tahlillarini qilib ko'rsak, tahlil qilib ko'rganimizda ham bu juda ham muhim dolzarb mavzu ekanligini yana bir bor aytib o'tishimiz lozim. Usmonova Mohizoda Avazjon qizini dissertatsiya ishi mana shunday dolzarb yechimlarga qaratilgan. Unda talabalarni samarali muloqotga tayyorlash uchun nazariy masalalar, zamonaviy treninglar, interaktiv metodlar va texnologiyalar muhokama qilingan. Dissertatsiyani birinchi bobini ko'rganimizda birinchi bobi global ta'lim muhitida talabalarni muloqot madaniyatini integrativ yondashuv asosida rivojlantirishning nazariy asoslari deb nomlanib, bu bobda yuqorida aytib o'tgan kategoriyalarni g'arb, sharq va xorij olimlari tomonidan tahlillari, iqtiboslar asosida bayon etilgan. Yana aytib o'tishimiz kerakki, muloqot madaniyatida milliy mentalitetni juda ham muhim ahamiyati bor. Ma'lum bir muammoni hal qilish kirishda albatta muloqotni
muloqot madaniyatini ahamiyati katta. Insonlarni shu mimika, pantomimika, jest orqali muammoni hal qilish jarayonini qanday kechishi dissertatsiyani birinchi bobini birinchi faslida to'liq tahlil qilib o'tilgan. Yana tadqiqotchi tomonidan bajarilgan ishni yutug'i sifatida quyidagini e'tirof etishimiz lozimki, shunday mezonlarni ishlab chiqqanki, u mezonlar asosida milliy mentalitetimizni hisobga olgan holda ikki fanni integratsiyasi asosida, ya'ni pedagogik mahorat va pedagogik ritorika fanini integratsiyasi asosida talabalarda muloqot madaniyatini shakllantirish mezonlari tahlil qilingan va mazkur mezonlar asosida statistik tahlillar amalga oshirilgan. Tadqiqotchi tomonidan erishilgan yutuqlardan yana biri tadqiqot mavzusiga doir ikkita o'quv qo'llanmani yaratilganligi hamda tadqiqot mavzusiga doir 19 ta demak Oliy attestatsiya komissiyasi tasarrufiga kirgan jurnal hamda boshqa jurnallardagi maqola va tezislarni yozilganligini ham ta'kidlab o'tishimiz lozim. Yana tadqiqotchini hozir ko'rinib turibdi, o'zini ingliz tili menimcha chet tilichiga o'xshadilar, chunki zamon bilan hamnafasligi, ya'ni integrativ yondashuv asosida o'sha internet tizimlarida turli platformalarni yaratganligi va mazkur platforma orqali talabalarda muloqot madaniyatini integrativ yondashuvlarni rivojlantirganligini biz dissertatsiyani ikkinchi bobida ko'rishimiz mumkin. Mantiqa izchillikda tahlil qilganimizda birinchi bob nazariy asoslar deyilyapti, ikkinchi bob rivojlantirish tizimi deyilyapti. Bu bilan nimani aytib o'tishimiz lozim? Dissertantda tadqiqot mavzusiga doir tanlagan vazifalari, yangilik, xulosa hamda tavsiyalarni mutanosibligini ko'rishib o'tishimiz mumkin. Ayrim avtoreferat dissertatsiyalarini ochganimizda yangilik boshqa bo'ladi, vazifa boshqa bo'ladi. Nimani tahlil qilib ko'rganimda, dissertatsiyani o'qib tahlil qilganimizda, demak, bu tadqiqotchimizda mazkur jihatlarga juda katta e'tibor berilganligini aytib o'tishimiz lozim. Yana tadqiqotchi tomonidan bajarilgan ishlarda tadqiqotchini talabalarni muloqot madaniyatini integrativ yondashuv asosida rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim modelini ishlab chiqilgani ham PhD darajasini olishga loyiq bir ilmiy ishi deb ta'kidlashimiz mumkin. Chunki model bilan dissertatsiyani yozilish tartibi bir-biriga mutanosib, juda ham hamohang kelgan. Masalan, modelda ko'rsatilgan vazifa bilan birinchi vazifaga dissertatsiyani birinchi bobida bayon etilgan nazariy asoslar mos keladi. Vazifada ko'rsatilgan ikkinchi vazifa qilib belgilangan rivojlantirish tizimi bilan dissertatsiyani ikkinchi bobini mazmuni to'liq mos keladi. Bu bilan nimani aytib o'tishimiz mumkin? Dissertant tomonidan yozilgan dissertatsiya va avtoreferat Oliy attestatsiya komissiyasini o'sha rasmiylashtirish bo'yicha qo'yilgan talablar asosida to'liq yozib bitilgan. Yana tadqiqotchini yutuqlaridan biri talabalarda muloqot madaniyatini integrativ yondashuv asosida rivojlantirish jarayonini bosqichlarini bayon etganligini ham ta'kidlab o'tishimiz lozim. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, dissertantni o'zi ham, dissertatsiya ham PhD darajasini olishga loyiq degan fikrni bildirish mumkin. Shu bilan bir qatorda har bir ishda yutuq bilan birgalikda baribir mulohazali fikrlar mavjud bo'ladi. Men qisqa gapirishga harakat qildim. Quyidagi mulohazali fikrlarni aytib o'tmoqchiman. Birinchisi, tadqiqotda xorijiy davlatlarda muloqot madaniyatini integrativ yondashuvlar asosida rivojlantirish bo'yicha atroflicha ilmiy pedagogik tahlillar berilgan holda o'zbekistonlik olimlarni bu borada tadqiqot natijalari yetarlicha sharhlab berilmagan.
Ikkinchisi, dissertatsiyada talabalarning muloqot madaniyatini integrativ yondashuv asosida rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim modeli ishlab chiqilgan. Bu ta'lim tarbiya texnologiyasiga qo'shilgan katta texnologik hissa. Biroq ana shu modelni tashkil etuvchi komponentlar mazmuni atroflicha ochib berilmagan. Uchinchisi, tadqiqotni 3-bobi 3-1 bo'limida tajriba sinov ishlari natijalari keltirilgan. Ushbu bo'limda tadqiqot jarayonida o'tkazilgan tadbirlar, seminarlardan namunalar va ularni tahlili to'liq keltirilganda ishning amaliy metodik ahamiyati yanada oshgan bo'lar edi. To'rtinchisi, dissertatsiya ishining ilova qismida berilgan materiallar ketma-ketligiga, boblar mazmuniga moslab tartib berilganda maqsadga muvofiq bo'lar edi. Ushbu kamchiliklar dissertatsiyani umumiy ijobiy xulosaga monelik qilmaydi. Dissertatsiya va avtoriferat tahlili asosida quyidagi ilmiy xulosaga kelish mumkin. Usmonova Mohizada Avazjon qizini 13.00.01 pedagogika nazariyasi, pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisosligidan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasi uchun yozilgan global ta'lim muhitida talabalarning muloqot madaniyatini integrativ yondashuvlar asosida rivojlantirish tizimi mavzusidagi dissertatsiyasi mustaqil bajarilgan, tugallangan. Dissertatsiyaning asosiy mazmuni avtoriferat hamda tadqiqotchi tomonidan e'lon qilingan ilmiy ishlarda o'z aksini topgan. Usmonova Mohizoda Avazjon qizini demak dissertatsiyasi O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining falsafa doktori dissertatsiyalarga qo'yilgan talablarga javob beradi va uning muallifi Usmonova Mohizoda Avazjon qizi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktor PhD ilmiy darajasini olishga munosib deb hisoblayman. Rasmiy opponent Oriental universiteti O'zbekiston ta'lim pedagogikasi kafedrasi professori Qo'chqorova Nargiza Mamajonovna. Rahmat. Nargiza Mamajonovna dissertatsiya ishini juda ham chuqur, qiyosiy tahlil qilgan holda obyektiv baholab berdingiz. Rahmat. Ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat. Marhamat, so'z navbatini dissertantga beramiz. Bildirilgan mulohazali jihatlarga javoblaringiz. Hurmatli opponentimiz Oriental universiteti pedagogika fanlari doktori professor Qo'chqorova Nargiza Mamajonovnaga dissertatsiya ishimizni sinchiklab o'rganib chiqib, o'zini qimmatli maslahatlarini berganligi uchun cheksiz minnatdorchiligimizni bildiramiz hamda keltirib o'tgan ayrim kamchiliklar bo'yicha mulohazalariga quyidagicha izoh bermoqchimiz. Tadqiqotda xorijiy davlatlarda muloqot madaniyatini integrativ yondashuvlar asosida rivojlantirish bo'yicha atroflicha ilmiy pedagogik tahlillar berilgani holda o'zbekistonlik olimlarni bu boradagi tadqiqot natijalari tahlili yetarlicha sharhlab berilmagan. Bildirgan mulohaza uchun minnatdorchilik bildiramiz. Shuni izohlash joizki, tadqiqotda mahalliy olimlarning natijalari alohida bir bo'limda emas, balki muammoni yechimiga qaratilgan sintez jarayonida sharhlab borilgan va raqamli ta'lim muhitida ko'proq ustozimning tavsiyalariga ko'ra kelgusi faoliyatimizda milliy olimlarimizni so'nggi yillardagi yutuqlarini yanada kengroq qiyosiy jadval va diagrammalar orqali ko'rsatishga harakat qilamiz. Dissertatsiyada talabalarning muloqot madaniyatini integrativ yondashuv asosida rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim modeli ishlab chiqilgan. Bu ta'lim tarbiya texnologiyasiga qo'shilgan katta texnologik hissa, biroq ana shu modelni tashkil etuvchi komponentlar mazmuni atroflicha ochib berilmagan. Model komponentlarini mazmuni masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, tadqiqotimizni integrativ xarakteri shuni taqozo etadiki, unda komponentlar alohida statistik elementlar sifatida emas, balki dinamik va bir-birini taqozo etuvchi yaxlit tizim sifatida tushuntirilgan. Biz e'tiborni har bir komponentni tor doirasidagi tarifiga emas, balki ularni o'zaro sintezi natijasida hosil bo'ladigan yangi sifat ko'rsatkichi, muloqot madaniyatiga qaratganmiz. Shunday bo'lsa-da, sizning fikringiz asosida kelgusi metodik ishlarimizda har bir tarkibiy qismini funksional
tavsifini yanada kengaytirilgan holda bayon etishni maqsad qildik. Tadqiqotni 3-birinchi bo'limida tajriba sinov ishlari natijalari keltirilgan. Ushbu bo'limda tadqiqot jarayonida o'tkazilgan tadbirlar, seminarlardan namunalar va ularni tahlili to'liq keltirilsa, ishni amaliy metodik ahamiyati yanada oshgan bo'lar edi. Opponentning mulohazasini ijobiy qabul qilamiz. 3-birinchi bo'limini yozishda biz ko'proq induktiv yondashuvdan foydalandik, ya'ni ko'plab seminarlar va amaliy mashg'ulotlar natijalarini umumlashtirib, ularni yaxlit samaradorligini tahlil qildik. Har bir tadbirning batafsil bayoni o'rniga ularni talabalarni muloqot kompetensiyalarini shakllantirishdagi funksional ahamiyatini ochib berishni ustuvor deb bildik. Shunga qaramay, amaliy namunalar sonini ko'paytirish ishini metodik qimmatini yanada oshirishi haqidagi fikringizga to'liq qo'shilamiz. Kelgusi monografik ishimizda inobatga olamiz. Dissertatsiya ishining ilova qismida berilgan materiallar ketma-ketlikka, boblar mazmuniga moslab tartib berilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Bildirilgan mulohaza uchun rahmat. Dissertatsiya ilovalarini materiallar turiga ko'ra so'rovnomalar bir guruhda, statistik jadvallar bir guruhda, joriy etish dalolatnomalari bir guruhda qilib tizimlashtirganmiz. Keyingi monografik ishda sizni tavsiyangizni albatta e'tiborga olamiz. Rahmat. Birinchi opponentimizni bildirgan mulohazali fikrlarga javoblarni tingladik. Endi so'z navbatini ikkinchi rasmiy opponentimiz pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori professor Tuchiyeva Inoyatxon Ibragimovaga beramiz. Marhamat. Rahmat, hurmatli rais. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi hamda a'zolari. Qo'qon davlat universiteti tayanch doktoranti Usmonova Mohizoda Avazjon qizining global ta'lim muhitida talabalarni muloqot madaniyatini integrativ yondashuvlar asosida rivojlantirish tizimi mavzusidagi 13.0001 pedagogika nazariyasi pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisosligidan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi hamda avtoreferatlariga 7 betdan iborat rasmiy opponent taqrizimni kengashga taqdim etganman. Hurmatli rais, ruxsat bersangiz, ayrim shu yutuqlik hamda mulohazali joylarini o'qib eshittirsam. Marhamat. Chunki birinchi opponentimiz batafsil tahlil qilib berganliklari uchun. Marhamat. Demak, Usmonova Mohizoda tomonidan bajarilgan tadqiqot ishi tanlangan ixtisoslik shifriga to'liq mos keladi. U o'zini nazariy metodologik asoslari, ilmiy konseptual yondashuvi hamda amaliy ahamiyati bilan ajralib turadi. Shu bois mazkur tadqiqot respublikamizda amalga oshirilayotgan integrativ yondashuvlarni ilmiy nazariy jihatdan boyituvchi, amaliy jihatdan esa muloqot madaniyatini ta'lim tizimida qo'llash imkoniyatiga ega bo'lgan dolzarb ilmiy izlanishlar sirasiga kiradi. Dissertatsiyaning kirish qismi mazmunan puxta ishlab chiqilgan bo'lib, unda tadqiq etilayotgan muammoni ilmiy nazariy asoslari, uni o'rganilganlik darajasi tizimli tahlil qilingan. Tadqiqotni maqsadi va vazifalari aniqlik hamda izchillik bilan belgilangan bo'lib, ular dissertatsiya mazmuni va yo'nalishiga to'liq mos keladi. Dissertant tomonidan qo'yilgan aniq maqsadli yondashuv ilmiy yangilikka erishish imkoniyatini bergan. Tadqiqotning maqsadi, vazifalari, obyekti va predmeti o'zaro mantiqiy bog'liqlikda, ilmiy aniqlik va izchillik bilan ifodalangan. Shuningdek, dissertatsiyada ilmiy yangilikni mohiyati, tadqiqot natijalarini nazariy va amaliy ahamiyati, ularni ishonchliligi, tajriba sinov asosida tekshirilganligi asosli dalillar bilan yoritilgan. Tadqiqot natijalarini joriy qilinishida esa oliy ta'lim muassasalarida pedagogik jarayonlarni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish yuzasidan uslubiy va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Amaliyotga joriy etish imkoniyatlari esa o'zini real yo'nalishlari bilan tavsiflanib, tadqiqotni amaliy ahamiyatini yanada mustahkamlagan. Dissertatsiya va uni avtoreferati.
yuqori ilmiy saviyada mustaqil bajarilgan bo'lib, ishni demak biz ish o'rganishda avtoreferat bilan hamda dissertatsiyani o'rganish mobaynida ayrim tavsiyaviy xarakterga ega mulohazalarni berib o'tdik. Birinchidan, dissertatsiya manbalari tahlili keng qamrovli olib borilgan bo'lsa-da, Scopus va Web of Science bazalarida indeksatsiyalangan jurnallarda tadqiqot natijalariga kam e'tibor qaratilgan. Ikkinchidan, dissertatsiyada tadqiqotni mohiyati ochib beruvchi asosiy kategoriyalar va tushunchalarni ilmiy sharhi keltirilgan bo'lsa-da, ularni asoslovchi manbalarga tayanishda formallik ko'zga tashlanadi. Uchinchidan, dissertatsiyada ayrim jadvallarni ilova qismiga olish mumkin edi, chunki ular tavsiyaviy xarakterga ega bo'lganligi uchun bu holat ishni asosiy matnini sun'iy ko'paytirishga olib kelgan degan mulohazani yuzaga keltirishi mumkin. Mazkur kamchiliklar tavsiyaviy xarakterga ega bo'lib, dissertatsiya ishini ilmiy metodik qiymatiga mutlaqo salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Dissertatsiya va uni avtoreferati O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining ilmiy darajalar berish bo'yicha berilgan me'yor va talablariga to'liq javob beradi. Usmonova Mohizoda Avazjon qizi 13.00.01 Pedagogika nazariyasi, pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisosligidan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD ilmiy darajasini olish uchun loyiq deb hisoblayman. Rasmiy opponent Farg'ona davlat universiteti pedagogika kafedrasi professori, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD Tuychiyeva Inoyatxon Ibragimovna. Rahmat, Inoyatxon Ibragimovna dissertatsiya ishini chuqur tahlil qilib, xolis baholaganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat, hurmatli rais. Rahmat, ishlaringizga muvaffaqiyat. Endi so'z navbatini dissertantga beramiz. Ikkinchi rasmiy opponentimiz bildirgan mulohazalariga fikrlaringiz. Marhamat. Hurmatli opponentimiz Farg'ona davlat universiteti pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori professor To'ychiyeva Inoyatxon Ibragimovnaga dissertatsiya ishimizni sinchiklab o'rganib chiqib, o'zining qimmatli maslahatlarini berganligi uchun cheksiz minnatdorchiligimizni bildiramiz hamda keltirib o'tgan ayrim kamchiliklar bo'yicha mulohazalariga quyidagicha izoh bermoqchimiz. Dissertatsiyada manbalar tahlili keng qamrovda olib borilgan bo'lsa-da, Scopus va Web of Science bazalaridagi ilg'or tadqiqotlar bilan qiyosiy tahlil kiritilishi tavsiya etiladi. Bunday solishtirma yondashuv mavzuni global ilmiy kontekstdagi integratsiyasini kuchaytirishi va tadqiqotni ilmiy ahamiyatini oshirishga xizmat qiladi. Ustoz ishni mazmunida juda ko'plab mavzu doirasida o'rganilgan ishlar tahlil etilgan bo'lib, ushbu tahlillarni aniqlashtirish maqsadida qiyosiy jadval ko'rinishida ham keltirib o'tganmiz. Dissertatsiya hajmini oshib ketmasligini inobatga olib, ilmiy adabiyotlar tahlili yetarli deb topdik. Taklifingiz biz uchun qadrli, keyingi monografik ishlarimizda e'tiborga olamiz albatta. Dissertatsiyada tadqiqotni mohiyatini ochib beruvchi asosiy kategoriyalar va tushunchalarni ilmiy sharhi keltirilgan bo'lsa-da, ularni asoslovchi manbalarda berilgan havolalar ayrim hollarda yetarli darajada aniq ko'rsatilmagan. Shu bois bibliografik havolalarni qayta tahlil qilish va manba asosini mustahkamlash tavsiya etiladi. Tadqiqot ishida belgilangan vazifalardan kelib chiqib, ish uchun muhim bo'lgan asosiy kategoriyalar va tushunchalarni ilmiy sharhlash va ularga havolalar berib o'tilgan. Tadqiqot ishi to'ldiruvchi manbalarga alohida havolalar keltirishga zarurat yo'q deb hisobladik. Ilmiy rahbarim bilan maslahatlashgan holda, keyingi ilmiy ishlarda mavzuga oid manbalardan samarali foydalanishga oid uslubiy ko'rsatma tayyorlashni rejalashtiryapmiz. Dissertatsiyadagi ayrim jadvallarni ilova qismiga kiritish tavsiya etiladi, chunki bu holat ishning asosiy matn hajmini optimallashtiradi, ilmiy mazmunni ixchamligini ta'minlaydi hamda asosiy boblarni konseptual yuklamasini aniqroq ifodalashga xizmat qiladi. Dissertatsiyani asosiy qismida berilgan jadvallar tadqiqot ishini ilmiy asoslash va izohlash uchun xizmat qiladi. Bu tadqiqot biz tomonimizdan berilgan yondashuvlarni izohlashga xizmat qiladi va aynan ustoz siz ta'kidlaganingizdek, ilmiy mazmunni boyitish uchun xizmat qiladi deb hisoblaymiz. Javoblar qoniqarlimi? Qabul qilasizmi? Rahmat, sizga ham ishlaringizga omad tilaymiz.
hamkorligimiz davom etsin. Hop, endi joyingizni egallashingiz mumkin, dissertant. Endi marhamat, mana rasmiy muhokamalar tugadi, norasmiy muhokamalarga o'tamiz. Bugungi dissertatsiya ishining mazmun mohiyati, dissertantning chiqishlari bo'yicha kimda qanday fikrlar bor? Marhamat, professor Sayyoraxon Amidiyevna. Yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari. O'z fikrimni rus tilida gapirishga ruxsat bersalaringiz. Так, мы в первую очередь поздравляем руководителя и диссертанта с тем, что, ну, можно сказать, по нашему мнению, благополучной защитой. Я хочу отметить и попросить вас всех, чтобы вы проголосовали 100%, ну, в связи с тем, что сама тема называется «Система развития культуры общения обучающихся в глобальном образовательном процессе». Мы все знаем, да, что основой глобального мира – это понимать друг друга, сотрудничать, сохранять человеческие достоинства. И, конечно же, это все у нас происходит в поликультурном мире. И основной целью всех вузов, языковых, неязыковых, является коммуникация, благодаря которой мы все можем общаться, особенно в нашем 21 веке, да, веке глобализации, быстрорастущих перемен, новшеств и различных проявлений, тенденций. Это быстрое распространение технологий, знаний, совместных проектов. И как в итоге мы можем сказать, что обмен между знаниями, технологиями, культурой. По нашему мнению, наш диссертант добился всего этого, особенно создав платформу Talk-it-us, которая разработана с учетом всех вот этих современных тенденций в системе новообразования, в системе образования Республики Узбекистан. И, конечно же, очень положительным фактором является то, что наш диссертант особо отметила, что развитие коммуникативных навыков студентов путем интеграции в обучении именно педагогическому мастерству является наиболее актуальным в нашем мире. Поэтому, уважаемые коллеги, прошу вас поддержать нашего диссертанта и проголосовать, потому что тема диссертационного исследования на сегодняшний день является очень актуальной. Спасибо. Rahmat, Sayyora Amidiyevna, chiroyli takliflaringiz uchun. Marhamat, yana kengash a'zolaridan Hakimjon Ikromovich, sizga so'z. Assalomu alaykum, yana bir bor hurmatli kengash raisi, kengash a'zolari. Mana hozir Sayyoraxon Amidiyevnaning fikrlarini davom ettirib, dissertantimiz to'g'risida shu narsalarni aytishim mumkinki, mana avtoreferat bilan tanishganimizda mavzu bo'yicha rasmiylashtirilishi, avtoreferatga qo'yilgan talablar hamda mazmunda o'sha ketma-ketlik izohlanishlari hammasi talab darajasida rasmiylashtirilganligini inobatga olishimiz mumkin. Qolaversa, hozirgi davrda eng dolzarb masalalardan bo'lgan raqamlashtirish, raqamli texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalari, berilgan savollarga mana shu raqamli texnologiyalarda qo'llash bo'yicha berilgan savolga yana bir bor takrorlayman, qizimiz, dissertantimiz juda chiroyli mutaxassisga o'xshab javob berishdi, chunki bu xorijiy til mutaxassisligi bilindi. Bizni informatika yo'nalishi mutaxassislarimizga xos xorijiy til mutaxassislari ham shu raqamli texnologiyalar ko'nikmalari rivojlanganligi bilinib turibdi. Qolaversa, o'sha Talk-it-us platformasida ishlashganlari, bularning integratsiya qilinganligi, bu platformada o'zlari shug'ullangani bilinib turibdi. Mutaxassis sifatida yuqori baholayman. Ayniqsa shu dissertatsiyani, shu avtoreferatini rasmiylashtirishi, bularning mazmuni juda talab darajasida bo'lganligi inobatga olgan holda ishni yuqori baholayman va qolganlarni ham shunday ijobiy ovoz berishga chaqiraman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat, Hakimjon Ikromovich. Samimiy tilaklaringiz uchun. Yana kimda fikrlar bor? Fikrlar bo'lmasa, men o'zimda fikrlarim bordir, ruxsat bersalaringiz. Haqiqatan bugungi himoya qilingan dissertatsiya ishi
Mana hozir aytib o'tishdi, 3 katta yo'nalish: global ta'lim, muloqot madaniyati hamda integrativ yondashuvni bitta nuqtaga yig'ishga harakat qilganlar. Men o'ylaymanki, bu mavzuni olinishi va bundan keyin ham mana shu mavzuni davom ettirib, sayens ishlarida ham amalga oshirsalar bemalol material ham yetadi, dolzarbligi ham, zamon bilan hamnafasligi ham javob beradi deb o'ylayman. Endi mana hozir dissertantimizni chiqishlari, opponentlarni savollariga bergan javoblari, o'zlarini tutishlari, hozir talab qilinayotgan shu zamonaviy yosh olimlarga qo'yilgan talablarga javob beradi. Bundan tashqari mana dissertant tomonidan jami 19 ta ilmiy ish nashr qilingan ekan. Shulardan 6 tasi xorijiy jurnalda, 6 tasi respublikamizdagi o'sha oliy attestatsiya komissiyasi doktorlik dissertatsiyalariga qo'yilgan talablar natijalari bo'yicha tavsiya etilgan jurnallarda chop etilgan va 2 ta qo'llanma chiqqan. Bu pedagogik mahorat va pedagogik ritorika qo'llanmalari. Bular ham o'sha ma'lum darajada dissertatsiya ishini salmog'ini oshiradi. Shuningdek, yana aytib o'tishimiz kerakki, mana dissertant tomonidan berilgan ilmiy xulosalar, tavsiyalar pedagogika nazariyasi fanini boyitishga asosli ravishda hissa qo'shadi deb aytishimiz mumkin. Men bugungi chiqishlarni ijobiy baholayman, omad tilayman. Shunaqa sharoitni yaratib bergan oila a'zolariga ham demak juda katta rahmat. Oilali bo'lib, yosh farzandlari bilan shunchalik ishni o'z vaqtida, mana endi hozir 3-kursga o'tdilar, kunduzgi doktorantimiz, o'z vaqtida muvaffaqiyatli himoya qilayotganliklari bilan tabriklaymiz va shu bilan birga kengash a'zolarini mazkur dissertatsiya ishini yoqlab ovoz berishga chaqirib qolamiz. Ish haqiqatdan munosib. Dissertant ham shu da'vo qilayotgan nimaga, lavozimga o'zlarini munosib ekanliklarini bugun ilmiy kengash oldida isbotladilar. Xo'p, endi so'zga chiquvchilar bo'lmasa, ishimizni keyingi bosqichiga o'tamiz. Hozir hisob komissiyasini saylab olishimiz kerak. Hozir bildirilgan fikrlar bo'yicha demak hisob komissiyasi yashirin ovoz berish yo'li bilan demak munosabat bildirib o'tishadi. Mana hozir kengash a'zolaridan demak komissiya a'zoligiga professor Alimsaidova, professor Jo'rayev Nurbek Sadullayevich hamda Abdurahmonova Barnoxonlar nomzodlari ko'rsatilyapti. Uchovlari ishtirokida demak hozir hisob komissiyasi o'zini ishini boshlasa, biz 5 minutlik tanaffus e'lon qilamiz. Komissiya a'zolarini marhamat qilib tasdiqlab qo'yaylik, munosabat bildiraylik. Rahmat, Zoomda ham ishtirok etayotganlar munosabat bildirishdi. Rahmat. 5 minutlik tanaffus e'lon qilamiz. Zoomda ishtirok etayotganlar guruhga o'zingiz munosabatingizni bildirib tashlab qo'yaverasiz. Marhamat.
Kengashimiz o'zini faoliyatini davom ettiradi. So'z hisob komissiyasi raisiga. Marhamat, natijalar e'lon qilish uchun. Tak, assalomu alaykum yana bir bor. Hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari, hisob komissiyasining birinchi son bayonnomasi PHC 03 20 25 27 12 bet 31 01 saylangan komissiya tarkibi Alim Saidova, Jo'rayev, Abdurahmonova. Kengash tarkibi 12 kishidan iborat etib belgilangan. Falsafa doktori ilmiy darajasini beruvchi ilmiy kengash tarkibi hal qiluvchi ovoz huquqi bilan qo'shimcha ravishda hech kim kiritilmagan. Majlisda kengash a'zolaridan 12 kishi, shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 7 nafar fan doktori ishtirok etdi. 9 ta byulleten tarqatildi. Qutichada 9 ta byulleten borligi aniqladi. 3 kishi onlayn nimada qatnashdi. Ovoz berish natijalari: Usmonova Mohizoda Avazjon qizining 13.00.01 pedagogika nazariyasi pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisosligi bo'yicha PhD pedagogika fanlari falsafa doktor ilmiy darajasi berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Tarafdorlar 12 ta, 100%, qarshilar yo'q, yaroqsiz deb topilgan byulletenlar yo'q. Hisob komissiyasi raisi Alim Saidova, komissiya a'zolari Jo'rayev, Abdurahmonova. Rahmat Sayyoraxon Hamidiyevna. Endi hisob komissiyasini bayonnomasini tasdiqlab berishimiz kerak. Marhamat, ochiq ovoz berish yo'li bilan. Rahmat. Zoomda ishtirok etayotganlarimiz rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Bir ovozdan hisob komissiyasini bayonnomasi tasdiqlandi. Endi hammamizga bugungi himoya ishi bo'yicha xulosa berilgan, dissertatsiya yuzasidan xulosa berilgan. Mana shu xulosani muhokama qilib olishimiz kerak. Kimda qanday fikrlar bor? Xo'p, asos uchun qabul qilinsin deyilyapti, chunki barchamizda bor. Marhamat, munosabat bildirib qo'yinglar. Dissertatsiya ishining xulosasini asos uchun qabul qildik. Endi ruxsatlaringiz bilan tasnifiy belgilarni belgilab olsak, demak, dissertatsiyaning tasnifiy belgilari. Demak, dissertatsiya natijalarining xususiyatlari. 1-2 dissertatsiya natijalarining yangilik darajasi. 2-1 dissertatsiya natijalarining qiymati. 3-2 dissertatsiya mavzusining rejadagi tadqiqotlar bilan aloqadorligi. 4-2 va 5-inchisi amaliy ahamiyatga molik dissertatsiya natijalarining qay miqyosda foydalaniladi. 5-3 va 6-inchisi amaliy ahamiyatga molik dissertatsiya natijalaridan keng foydalanish yuzasidan tavsiyalar. 6-1. Rahmat, dissertatsiyaning tasnifiy belgilarini ham belgilab oldik. Endi ruxsatlaringiz bilan Qo'qon davlat universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi PhD 03 2025 27-12 pedagogika 34-01 ilmiy kengashining qarori bilan tanishtirib o'tsam. Qo'qon davlat universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengashning rasmiy himoya va ovoz berish natijalariga ko'ra tarafdorlar 12 nafar, qarshilar yo'q, yaroqsiz byulletenlar yo'q. Global ta'lim muhitida talabalarning muloqot madaniyatini integrativ yondashuvlar asosida rivojlantirish tizimi mavzusidagi 13.00.01 pedagogika nazariyasi pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisosligi bo'yicha Usmonova Mohizoda Avazjon qizining pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini berish uchun qaror qabul qiladi. Ikkinchidan, O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasidan kengash qarorini tasdiqlab berishni so'raydi. Va uchinchidan, ishtirok etayotganlar nomidan tadqiqotchi Usmonova Mohizoda Avazjon qizini bugungi muvaffaqiyatlari bilan tabriklaymiz. Nafaqat sizni oila a'zolaringizni, sizga sharoit yaratib bergan, demak, turmush o'rtog'ingiz, qaynoqaynotalaringizni, onajoningizni Ziroatxon Anvarovnani переживать qilib, shu yerda shunchalik sizga qayishib turdilar. Barchalaringni bugungi muvaffaqiyat bilan
tabriklaymiz. Ilmiy ishingizni davom ettirish tilagida biz kengash a'zolari yakdillik bilan va oxirgi so'z navbatini dissertantga beramiz. Marhamat, so'z sizga. Hurmatli rais va kengash a'zolari, avvalo bizni Qo'qon davlat universitetiga biz tadqiqotchilar uchun yaratilgan barcha shart-sharoitlar uchun hamda universitet rahbariyati, shaxsan rektor Xo'jayeva Dilnoza Shavkatovnaga, shuningdek ilm yo'lida eng birinchi to'g'ri tanlov bu ilmiy rahbar tanlash deyishadi. Ustozim Nargiza Akramovnaga cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Ushbu ilmiy ishni tayyorlash jarayonida ko'rsatgan beqiyos yordamingiz, puxta metodik ko'rsatmalaringiz hamda doimiy nazoratingiz uchun ilmiy kengash raisi Erkaboyeva Nargiza Sharmatovnaga alohida chuqur minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Tadqiqotni barcha bosqichlarida bildirgan ilmiy fikr mulohazalari, amaliy tavsiyalari hamda o'z vaqtida tanqidiy yondashuvlarni bergan ilmiy seminar raisi Qodirova Munira Rasulovnaga ish sifatini oshirishga beg'araz yordamini ayamagan Usmon Aliyev Ikromjon Murodovichga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Kengash kotibi Hayitov Lazixon Rustamovichga offlayn va Zoom orqali qatnashgan a'zolariga bildirgan fikr mulohazalari va tavsiyalari uchun o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Tadqiqot ishimizni sinchiklab ko'rib chiqib, uning ilmiyligini oshirishga hissa qo'shadigan qimmatli fikrlarni bildirganliklari uchun rasmiy abonentlar Qo'chqarova Nargiza Mamajonovnaga hamda To'ycheva Inoyatxon Ibragimovaga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Olimlikda da'vo qilgan har bir tadqiqotchini orqasida ko'rinmas qalqon bo'lib uni oilasi turadi. Ayniqsa ayol tadqiqotchilarni ilmiy faoliyatida oilani o'rni beqiyos. Shu sababli ota-onamga, qaynotamga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman va albatta barcha bosqichlarda yelkama-yelka turgan turmush o'rtog'imga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat. Salomat bo'ling. Yana bir bor mana shu oila a'zolarini yana bir bor tabriklaymiz. Hammalaringga muvaffaqiyat tilaymiz. Shuning bilan bugungi kengash ishimiz, ikkita himoyamiz muvaffaqiyatli o'tdi. Sabr bilan kengash ishi faoliyatida demak aktiv qatnashganligi uchun hammalaringga minnatdorchilik bildiramiz. Sog' salomat bo'linglar. Bundan keyingi shu ilmiy faoliyatda hammalaringga rivojlar tilab qolamiz. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat sabrlaring uchun. Rahmat.